Hop, konkurs aytib o'tib ketmoqchimiz. Xiaomi Redmi A3 telefonini sovg'a qilamiz. Uning uchun like, comment va Telegram kanalimizga obuna bo'lishlar kerak bo'ladi. Prosport. Shu 3 ta ishni qilsalar bo'ladi. Like, comment, Telegram kanaliga obuna bo'lsanglar, bitta odamni aniqlaymizda shu A3 telefonimizni sovg'a qilamiz. Xudo xolasa halol. Faqatgina qachon bu narsani beriladi deyilsa, obunachilarimiz soni 100 mingta bo'lganda, 100 mingta bo'lsa, biz xudo xolasa shu Redmi A3 telefonini sovg'a qilamiz. Juda bir zo'r telefon. Xotirasi adashmasam 1864. Shunchaki kommentga eng kamida telefonni yozib qo'ysangiz ham mayli. Assalomu alaykum ayting. Assalomu sizga. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Xolasa yangi yupskalarimiz bular. Zavodskiy stollar bilan birga ishlashni boshladik. Eski yupskalarimizda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Avvalgi holatlardan bu high-tech fasonimiz zamonaviysi. Rossiyskiy stollar bilan birga ishlaganimiz. To'liq yog'ochda o'zi. Suxoy yo'q. 20 yog'ochimiz. Juda ham katta ostaligimiz. Oldinlari qanaqa bo'lardi desak? Oldinlari burust ustiga suxoy qoplama qilardik. Bu narsa yo'qib ketdi. Endi to'liq yog'ochda o'ziga o'ydiryapmiz gullarni ham. High-tech zamonaviy zavod stollar bilan birga ishlagan stollarimiz. Mramordan teshiladi, granitdan. Shu holatda yig'iladi. Aynan ligirovkalari bortlari yo'q tayyorlanyapti. Zamonaviy yupskalarimiz bular. Eng chiroyli, eng nomeradiy yupskalarimiz. Shuni razmeri qanaqa? Buni hozir maydonning ichi 1.70 ga 3.40 bo'ladi. 1.70 ga 1.80 ga 3.90 bo'ladi. Necha razmerli xonaga tushadi shu? Bu razmerimiz xonaga 5.5 ga 8 metrli xonaga tushishi kerak. 7.5 pasi, 5.5 ga 7.5 joyga tushaveradi. Xudo xolasa. Ofshi komplektida bunaqa narsalar bo'ladi, to'g'rimi? Komplektimizda tosh, mana bir komplekt 250 grammlik toshimiz. Laton luzali bo'ladi, xudo xolasa. Charimi. Keyin skater shunaqa holatda eng qimmat chiroyli skatlarimizdan bo'ladi. O'sha skatlar qo'yilgan holatda qo'yib beramiz, setkali qilib, chiroyli qilib. Keyin kiyalari bo'ladi. Nechta kiyalari bo'ladi? Kiyasi 3 ta bo'ladi. 2 ta o'ynagani, bitta mashkaga, 3ga tillarang mashkalarimiz bo'ladi. O'z o'yinchilarimiz tushunadi. Qo'l yetmagan, uradigan joyiga mashkalar qo'shib beriladi. Ustonovkasi ichida doimiy dash 12 ta viloyatga chiqaramiz bor. O'rnatda xudo xolasa Qoraqalpoqgacha qo'ydik. Hamma viloyat dastavkamiz qilib beramiz. Faqat yo'lkasi o'zidan, ustonovkasi bizdan bo'ladi. Qayergacha dastavka ichida? Andijon ichi, Sharxon, Namangan, Qo'qon, Asaka, Farg'onalarga dastavka besplatni. Toshkent u yog'iga, Toshkent u yog'iga dastavkasi o'zidan bo'ladi. Keyin Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham chiqadilar-a? Qirg'izistonga qo'ydik, Tojikistonga qo'ydik. Ularga ham chiqarib berdik. Qozog'istondan ham so'rashyapti akalarimiz. Xudo xolasa kelishib qolsak, Qozog'istonga ham qo'yib beramiz. Bu narsamiz ancha ommalashib, ko'pchilikka manzur kelyapti. Chunki hozir Andijonda bitta biz bo'lib qoldik. Menimcha zavodskiy stollarga birga yasayotgan. Xo'p, shuni narxi qancha, zavodda qancha? Buni zavod narxi 6 oyoqligi start zavoddan zakaz qilaman desangiz, startda bor, releda bor bu oyoqlardan. Ularda eng arzoni 5.5 ming 6 ming atrofida keladi. Stolni o'zi tosh kiyasiz. Bizda bular 1800 holatda. Komplektlari bilan. Komplekti ustonovkasi ichida. Anchagina 4 mingga yaqin yutar ekanda. Yutadi. Farqi shu, ularda toshi maydonida toshi grafit bo'ladi. Bizniki granit. Farqi shunda, lekin bu ham grubiy отличаться qilmaydi, lekin 10% farqi bor. Baribir tosh yumalashida, qaytarishida 10% farq qiladi. Bu 90% ishni bajarsa, bu 100% holatda. Lekin ashlar bilan xizmati bir xil qilib, xudo xolasa chiqaryapmiz. Qaytarishlari. Necha yil ishlaydi bular? Bular xudo xolasa yaxshi qarab ehtiyot qilishlarsa ishlayveradi 10 yil, 15 yil, 20 yillab. Endi har bir narsani ham, texnikani ham olgan odam o'zini qaraviga qarabdi. Qatirib netda bu yoqqa o'zi qarab, vaqtida remontini qildirsa, o'zi xizmat qilaveradi. Qanchada bir remont qilib turish kerak? Remont eng yaxshisi 6 oyda bir. 6 oyda bir. Bir yildan uzoq bularga, chunki bir yil rezinkalari baribir ezilib boshqa bo'lib kelsa, taxtaga o'tkazib yuboradi ular. 6 oyda bir qilsa rezinkaga shikast yetmaydi. Uzoq xizmat qilib. Ana materiallar bo'ladi, tepasida qanchada bir almashtirib turish kerak? Materiallar 6 oyda bir. Ular ham 6 oyda bir ochganda bir qator rezinkalarni ko'rib qo'yiladi. Yana yopadi, yana 6 oy xizmatini qilaveradi. Materiali qanchaga almashadi shunda? Materialni o'zi hozirgi momentda 250 mingdan bo'lyapti metri, eng qimmat materialimiz.
Shu materiallarni ishlatganda ham 1 milliondan 1 million 250 ming so'm material olsa usta xizmati bilan 2 millionga alishtirib beradi. Keyin bu narsalarni ham alohida sotasizlar? Hamma narsasini zapchasini aytishni alohida sotamiz. Necha pul bo'ladi toshlari? Necha puldan necha pulgacha? 12 ta. Bu toshimiz narxi 850 ming so'mdan. Optimga chiqargan narxlarimiz, klientlarimizga latonli uzalarimiz 450 mingdan, charmlarimiz 150 ming so'm, skatimiz 430 ming so'm. Donalab sotadi. Ha, bu bunisi komplekti. Dona emas, komplekti 430 ming so'm. Bu ham komplekti shunaqa 150 ming so'm. Buni ham komplekt. Buni ham komplekti shunaqa 450 ming. Toshlarda farqlari bormi yana? Toshlarda boshqachalarimiz bor. Endi bu hozirgi o'rtacha standart holatda ketayotgan toshlarimiz. Bundan qimmatlari shu aramik toshga aylanadi. 250 dollardan 350 dollargacha zavod toshlari ular. Bundan past narxdagilari ham bor, lekin ular sifatli emas. Ular displey toshlar. Bular shu Miramirga zakaz qilgan toshlarimiz. Stollar uchun hammasi gram 250 dan. Buni hozir 1800 dedingiz. Ana displey bo'lsa qancha bo'ladi? Displey bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda olaman desa 1000 dollardan qilib beramiz. Eng arzon necha puldan boshlanadi? Setkali. Eng arzoni hozirgi momentda 9,5 million displey stolimiz. 9,5 milliondan qanchagacha maksimal? 13 milliongacha. Displeylarni o'zi. Displeylarda o'zi 2 qavat displey bo'ladi. Bular xohlagan ajisada bo'ladi. Gulli desa gulli oyoqdan, to'rtburchak desa to'rtburchak oyoqdan qilib beramiz. Bularchi? Bu granitligimiz bunimiz. Eng qimmat stollarimiz bittasi bu ham. Bular 1700 dollardan qilib beramiz. Bo'lishi 1800 dollardan narx qo'yapmiz. Xudo xolasa. Eng sifatli stollarimiz, stollar bilan birga bir chiqqan stollarimiz. Endi razmeri bu yerda kattaroq bor ekan-a? Ha, bu eng katta stolimiz bu. Buni displeyga qancha bo'ladi? Ana Miramirmi o'sha? Displeyga 6 tayyorli bo'ladi. O'sha shu ko'rinishda 13 million bo'ladi. 2 qavat displey, laton uzasi, skati, charmlari bilan 13 millionga to'xtaydi buniki. Miramir bo'lsa? Miramir bo'lsa, bular 2000 dollarga kami qilib beramiz. Hozir bitsa shu 2000 dollarga bitadi. Bitsa 2000 dollarga bitadi. Hamma yo'q ichida bu ham ustanokka, material toshlari, hamma yo'q kiyalari ham donasi 50 dollarlik kiyalardan beriladi. Oyoqlari ham o'sha ekan. Oyoqlari ham juda chiroyli. Xudo xolasa bu hali pardoz holatda. Bo'yaladi bu oyoqlari. Xudo xolasa videomiz davomiga qo'shib o'tamiz tayyorlarni ham. Inshaalloh hozir bora bir qator qo'ygan joylarimizni ham ko'rib kelamiz. Holatlarini. Bu qayerga ketyapti bular? Bu xudo xolasa Xonobodlik akalarimizga ketadi. Andijonda Xonobodga. Andijonda Xonobod. Ikkita yana sherigi bor. Bular bu namanganlik akalarimizni joyiga ketyapti ikkita. Xudo xolasa dushanba kuni chiqaramiz bu stollarni ham. Ha, bitishi qanchada bitadi? Misol uchun bugun zakaz qilsa, bugun zakaz bersa, bitta stolga 5 kun, 6 kun vaqt ketadi. Ikkitaga 10 kun, 12 kun hisoblanadi. Endi 4 ta 5 taga bir oycha vaqt ketib qoladi. Chunki bu qo'l mehnati ko'p, yog'ochda o'zi shilinadi, yog'ochda o'ziga pardoz beriladi. Anaqasi qo'l mehnati ko'proqligi uchun vaqti ushaydi. Vaqt ko'proq oladi. Vaqt ko'proq oladi. Hamma yo'q qo'l mehnati. Keyin bu narsalar ham o'zgardi dedingiz? Og'irlashtirimiz ham to'liq yog'ochga aylandi. Avvallari bortimiz yami, taxta yami akriz holatda bo'lardi. Hozir to'liq yog'ochdan ishlayapmiz. Lisvay, sasna qilib bortlarimizni tayyorlab beryapmiz. Udar ko'tarsam, men burganda ketmaydigan, qusib olmaydigan bo'lsin deganlarga sasnadan. Menga o'rtacha holatda bu o'rtacha qiladigan bo'lsa sasnadan. Yo'q, bularning xudo xolasa hammasi lisvay yog'ochdan. Ular udarni ko'tarsin deganlar uchun. Keyin gulli yog'ochlarimiz ham bor. Hozir gulini o'ziga chiqarganimiz abradezlari bo'lishi kerak, ko'rsataman. Bular gulli dedingiz? Ha, bu bortdash zavodskiy bortlarga o'xshab, mana xudo xolasa gulini o'ziga yog'ochni o'ziga ishlab chiqarganmiz. Silliq ham silliq, aynek bo'lib chiqadi. Gulini o'ziga chiqaramiz. Bu ham spes qo'l mehnati ancha qo'lni oladi, qo'lni ushaydi. Narxda o'zgarish bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, narxda o'zgarish. Endi grubiy bunaqada bo'lmaydi. Misol, bu taxtamiz ichi guli bor, donligi uchun jicha qimmatroq tushadi bu taxtalar. Dona borligi mana shunaqa holatda gullari chiqadi, xudo xolasa. Zavodskiy stollar bilan shunaqa birga bir chiqsin deganlarga shunaqa gulli holatda chiqarib beramiz. Abishli menga qora oq bo'lsin deganlarga abishli gulsiz qora oq holatda chiqarib beramiz. Eng raziyasi katta bo'lmaydi. Eng qimmat qancha bo'ladi? Eng qimmat stolimiz hozirgi moment 2200 dollarlik stolimiz. Nargindan ham qimmatroq bo'lar ekan, Ha, undan hamcha qimmatroq bo'ladi, oyoqlari bo'lakcha bo'ladi. Kattaroq ham, semizroq ham oyoq bo'ladi. Ruptor stollarda o'z ishqibozlari bor, ruptor stollarga o'xshagan stol bo'lib chiqadi. Shishali nima? Doskalar bo'lsa, Kalyoniylar stollarimiz ham yangilik chiqarishyapti akalarimiz. Endi holati, lekin baribir meni tushuncham bo'yicha biroq ichini yomonlashmas. Lekin buni zavodskiy kalyoniyda tekisga solmaydi zavod. Chunki oyna baribir keyinchalik qizishi, qayishi ehtimoli ko'p bo'ladi oynada.
Misol granitligimiz ham ko'p klientlarimiz so'raydi, 7 bo'lak emas, 5 bo'lak qilib bering, 3 bo'lak qilib bering. Biz unaqa zakazlar olmaymiz. Sababi buni ham katta arra kesadi suv bilan. Qancha bo'lak katta bo'lsa, to'g'rilik nimasi, foizi, protsenti shuncha kamayadi. Hozir bu bo'lingan ekanda. Ha, 7 bo'lak, 7 ta chak bo'ladi. Shu holatda tekis kesib beradi. Eng tekis sifatli holatda shu holatda chiqadi, shu razmerda. Endi 53 ga ursa 85 bo'ladi. Tekisligiga shunga zavod 100% garantiya bera oladi. Bundan katta kursovlarga baribir stanok baribir texnika, xato kesish ehtimoli ko'proq. Koloniyada ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Baribir qiziydi keyinchalik u. Avvalambor akalarimiz omadini bersin, lekin maslahatim baribir granit stolga teng keladigan stol yo'q O'zbekistonda, chunki granit va granit stollar. Bu koloniyalar va oynali shishali stollar hisoblanadi. U baribir vremencha stollar ular. Bo'ldi. O'sha joylardan telefon qilaverasizlar. Xo'p, demak, shu yerda bilyardxona bor. Manzil. Shu joyda Gumbaz masjid bor, Andijon shahar. Gumbaz masjid. Shunga kirsanglar, shu yerda bor. Men pastga bitta tushamiz. Kirganda bu yerda administratsiya, stollar, tayyor holati. Bular haligi 2000 dollarlik edi-ya. Bular 2000 dollar stollarimiz. Zavodskoy bilan ishlangan gullar o'sida. Hali ko'rsatganingizdami, boshqacharoqdanmi? Boshqacharog'i. Charamlarni zavodskoy charamlarni. Star stollar bilan birga ishlangan stollarni tashla. Kasbasi hamma yo'q. Birga ishlanganlar. Bu yerda yana xonalarimiz bor. Bu yerdagilar ham deyarli bir xil ekan-a? Jo'ralar bilan o'ynagani kelinaverar ekan. Bemalol kelinaveradi. Andijonlik aka-ukalarimiz kelib bemalol o'ynasa bo'laveradi. Zavodskoy. Uchalasi ham bir xil-a? Uchalasi ham bir xil razmerlari, katta kichikliklari. Buni soatli o'ynaladimi bu? Bu yerlarda ham soatli. Necha pul bundan xil? Soatimiz qancha bo'ldi? Общий zalimiz bilan hisob xonaligimiz. Xonani ichida. Akalar orisi bo'ladimi? Shu xona soat 60 ming so'm ekan. Assalomu alaykum. Shuni olsa bo'ladi. Bemalol. Toshlar. Hozir rejalashtiramiz. Keyin bular narxlarning ichida bunaqa narsalar ham bor. 3 burchaklari, bulari hammasi komplekt bo'ladi. Hozir ichida doimiy chizmoqchimiz. 75 dan chizing, bo'lmasa displayga tortib berasiz. Bu qonli. Buni varianti berilmaydi yoki? Yo'q, buni varianti faqatgina narx yoki ishlaymiz. birorta narsa almashtirsa bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha Devo mashinalarining ustiga kelishamiz bemalol. Ana Nexia eng kam qanaqa mashina bo'lishi Eng kerak? pasti Nexia 2. Buni tepasiga yaqinlashamiz. Matizlarchi? Yo'q, matizlarga ilojimiz yo'q. Faqat Nexia 2 dan tepalariga barter qilsa bo'ladi. Barter yaqinlashaveramiz. Kelisha stol olsa, Ko'proq arzonlar qilib, shundan beraverasizlar. olsa, xudo xolasa Kelishtirib, chiroyli qilib beraverasizlar. kelishtirib beramiz, narx-navosini o'tib beramiz. Stolni xudo xolasa mana shunday chiroyli joyga ochib beramiz. Xudo xolasa mazza qilib yuzyapti. O'rnatib beraverasizlar o'zinglar. Ichida o'zimizning bo'lmaganlarimiz zavodskoy bilan birga ishlagan. Bu tagi o'zi ochiq bo'ladimi endi? Ha, bu tagida digilovkasi bor, oyog'iga tushirib ko'tarilgan. Ha. Digilovka holatda turadi, shunda shaklga chiqarib olamiz. Mana shu holatda zavodskoy stollarni bilan birga ishlagan, hamma stollarimizni gullarni o'zini ishlab chiqarganmiz. Bu o'rtalarga. Bitta urib ko'rsa bo'ladimi aka? Bemalol, urib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Ikkasini olsangiz
kesak qo'l keltirgani o'ynasa bo'laveradi. Xudo xolasa sifatlari, qaytarishlari juda chiroyli holatda. Inshaalloh. Toshlar bizdan start toshlargina toshlarni. Toshi 850 danmidi? Yo'q, bunisi $300 toshlarimiz. Gram 285. Eng qimmatli. Eng qimmat toshimiz bu, gram 285. Zo'r. Hop, kerak bo'lsa shu tepadagi raqamga telefon qilaverasizlar. Shu Telegram kanalimizga o'tib qo'ysalar ham bemalol bo'laveradi. O'sha yerdan ham boshqa ma'lumotlarni, rasmlarni, videolarni, veb-sitalarni hammasini ko'rib, ulanib, aloqaga chiqsalar bo'laveradi. O'sha eng asosiy Telegram yo'llanmasilar ko'rib turaverasizlar. Nimalar bo'lyapti boshqa yangiliklar bo'lsa, o'sha Telegram kanaliga tashlab turishadi akalarimiz. Shunaqa tepadagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Konkursimiz bor, 100 mingta bo'lganda shu Redmi A3 telefonni xudo xolasa berib yuboramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.